Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Mashinka.uz kanalimiz omachilari. Do'stlar, bu videomizda qo'y jurnalida apparatlarimiz o'z egalariga ketyapti. Bir qator obzorlarni, narxlarni, hamma ma'lumotlar beraman. Professional mashinkalar qo'y jurnini olishga moslangan, bizi jaydari qo'ylarga mos tushadigan professional mashinkalar do'stlar. Kelinglar, komplektda nima bor, narxlari nima qanaqa, hamma yoqda to'liq ma'lumot beraman. Komplektda kafolat qog'ozi mana. Kafolat qog'ozi bo'ladi, yog'i bo'ladi mana. Yog'i, mashinka, ustoviy tekshiruvdan o'tgan ishonchli mashinkalar do'stlar. Mashinkalar, muxlovka mashinkalar bo'lmaydi. Bu yerda mana zapas pichog'i bo'ladi. Tayyor ishlashga tayyor bo'ladi. Avval ishlataverasiz. Kuluchi bo'ladi, yog'i bo'ladi. Ovorasiz yog'ni qo'yasiz, mashinkani yoqasiz, ishlataverasiz. Mana bu apparatimiz do'stlar Jizzaxga yo'l olyapti. Jizzax viloyati Sharof Rashidovga yo'l olyapti. 5,5 million so'm 1 yil mashinkani motori apparatiga kafolati bor. Do'stlar, bu mashinka professional mashinkalar pishiq ishlangan. Eng qizig'i bu buziladigan bo'lsa, mabodo texnika buziladigan bo'lsa ham tashlab yubormaysiz. Mashinkani hamma zapchastlari ustobida bo'ladi. Remontini qilinaveradi, ishlaveradi do'stlar. Nevara-chevaralarga ham qolib ketadi xolasa. Baquvvat ishlangan o'sha Rossiya davlat chiqqan mashinka, hamma zapchasi qo'limizda bo'ladi. Endi qaranglar, buni blok pitaniya bo'ladi. Bu blok pitaniya nima uchun kerak? Blok pitaniya shu mashinkaga moslik chiqarib beradi. Bu blok pitaniya juda ham baquvvat ishlangan. Chunki bizni qo'ylar bilasizlar, anaqa tikonay boshqa qo'ylar bo'ladi. Sodda mashinkalar junda ololmaydi. Mana shunaqa baquvvat blok pitaniya. Blok pitaniyasi ham ikkitalik bo'ladi. Ko'proq biznesga olishadi. Fermalarga borib olishsa, 100 ta, 200 ta qo'ydi, bitta odam baribir charchab qoladi bitta mashinka. Shuning uchun blok pitaniyasi ikkitalik qilganmiz. Ikkita mashinkani ulab olib, bemalol ikkita mashinkani ulab olib ishlasiz bo'laveradi do'stlar. Оборотлari ligirovka bo'ladi. Baquvvat ishlangan, zavodskoy, fabrichniy. Samodelka, muxlovka terilmaydi. Faqat garantiyali, ishonchli do'stlar. Komplektlar ham yo'q bo'ladi. Oddiy shtekerda ulaysiz, ikkita mashinkani ulab olasiz, ishlataverasiz. Bu mashinkalar mana. O'zi ishga tushadi. Оборотlar ligirovka bo'ladi. Оборот nimaga kerak? Nozik qo'ydi, nozik joylarini оборотcha pasaytirib turib olaverasiz. Eng qizig'i, bizning blok pitaniyamiz kачественный, sifatli bo'ladi. Ya'ni ko'pincha bilasizlar, kabi uzullar boshqa bo'ladi. Blok pitaniyaga 1 yil kafolati bor. Zamikani, pamikani kabel tep bo'lsa, qarab turinglar. O'zi avtomatik o'chirib beradi. Bu esa ko'proq qo'ylar kabellar uziladi, boshqa qo'ylar shunaqa zashitasi kuchli. Motoringizni kuydirtirmaydi, boshqa qilmaydi. Zashitasi bor. Xotirjam ishlataverasiz. Sizga ancha yillar bemalol xizmat qilib ishlataverasizlar do'stlar mana. Zamikani kelsa, ya'ni yonaveradi. Ikkita mashinkani ko'tarib ishlataveradi. Оборотлari tezlashadi, pasayadi, ligirovka bo'ladi. Mashinkalarda har bitta mashinkani biz ispitat qilib ko'rib keyin mijozlarga beramiz. Bu mashinkalarda do'stlar, qaranglar, shu turish komplekti dastavkasi ham ichida. Hozirgi kunda 2026-02-11 deb narxi 5,5 million chiqyapti. Ko'pchilik aytadi, "Oybek aka, 3 millionga ham, 3,5 million, 4 millionga ham bor ekan mashinkalar" deyishadi. Lekin do'stlar, bu SSR mahallada chiqqan mashinka, ko'p ichi buzilgan, shestronkasi ketgan, 10 ta qo'ydan keyin bitta shestronkasi ketib qoladi, birov javob bermaydi, boshqa bo'ladi. Shunaqa holatdagilar bo'ladi, ko'pchilik oladi, keyin nima deydi, buziladi, olib qaytarib yuborsangiz, motoriga, apparatiga garantiya deyishadi, bag'aga garantiya berishmaydi. Xullas pulingizga tushasiz. Mana mashinkamiz ham xuddi shunaqa bo'lgan. Korpusida defekti bo'lgan, hech qancha ishlatmaganlar o'zimizdan olyapti. O'zini mashinkasini ham bir yo'li bizdan olganlari uchun remontini qilib berilyapti, zo'r qilaman. Mana shu mashinkani do'stlar. Hamma zapchas qo'limizda, xudo xolasa bo'ladi. Baquvvat ishlangan, tekshirilgan, ishonchli mashinkalar do'stlar. Mana har bitta mashinkani ispitat qilib tekshirib beramiz do'stlar. Ishonchli mashinkalar. Xo'p, mana demak, ikkita apparat, ikkita mashinka ulaysiz, ishlataverasizlar do'stlar. Baquvvat ishlangan. Mabodo zamikani bo'lsa, sразу o'chirib berib ishga tushirmaydi. Bekani bitta mashinkani ulaysiz, ikkiyada bemalol biznes qilib jundosalaring bo'laveradi. Keyin do'stlar, biznes uchun ham yaxshi, chunki hozirgi kunda takomillashgan, ko'pchilik maza qilib ishlatyapti. Bitta qo'ydi juni biz shaharda 35 ming, 40 ming so'm olishyapti.
Endi hali Xitoyda mashinkalari ham bo'ladi, lekin ular bizni qo'yga ko'proq shotkasi ketib, motori ketib qolyapti. Aynan nimaga shu mashinka deydigan bo'lsak, bu qisqa tutashtirilgan shotkasiz motor. Ko'p qo'ylarga juda ham moslangan. Xitoydagi bo'ladi, shotkali bo'ladi, qizib ketadi, shotkasi ketadi. Buzilgandan keyin zapchasini topa olmaysiz, tashlab yuborasiz. Lekin mana shu bizning Mini Pro T2 qo'y junidan apparatda oladigan bo'lsangiz, zapchasi ham yo'q bo'ladi. Endi texnika baribir qaysidir vaqt kelib, qattiqdir sinadi, boshqa bo'ladi, buziladi. Shuna holatda zapchaslari qo'limizda bo'ladi. Blok pitana baquvvat do'stlar. Quvvati balandlik junga solganingizda bir xilga blok pitana bo'ladi, sekinlab to'xtab qolib, junni ololmaydi, to'kni yetkazib bera olmaydi. Bu blok pitanasi past baland to'kka qaramaydi do'stlar, ishlayveradi. Past to'k bilan baland to'k hozir mana naprejeniamiz 220 mana 150 voltga qo'ysa ham yoqib ishlataveradi, hech bola bo'lmaydi. To'xtab qolmaydi, baquvvat, sizdan ishlayveradi. 150 volt ham past baland to'klardan ishlayveradi. To'k o'ynasam bunaqa qilmaydi. Ishlayveradi 150 volt past baland to'k. Qaramang do'stlar, blok pitana kачественный bo'ladi, zavodskiy bo'ladi. Samodelga, muxlovga bo'lmaydi do'stlar. Stoybeda ishonchli bo'ladi. Do'stlar, keyin blok pitanani ko'pchilik rangidan ham adashtirib beradi. Bizniki ishonch nomerlar bor. Mashina holatda bo'ladi. Mini Pro T2 ikkitalik bo'ladi. Ko'rinishi video shunaqa bo'ladi. Ko'pchilik boshqasi bilan aralashtirib yuboryapti do'stlar mana. Ustoybek asosiy ma'lumotlar Mashinka.uz kanalimizda hamma ma'lumotlar bor, o'tib ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Ishlashga tayyor komplektda hamma yo'q bo'ladi. Mashinka.uz kanalimizda qo'ydi junlar olayotganlar bor, hozir video so'ngan qo'ydi junni shu apparat ishlayotganini qo'yib qo'yaman. Bemalol oxirida video ko'rishlaringiz mumkin. Demak, kanalimizga obuna bo'lib esingizdan chiqmasin, pastda qizil tugmacha bor. Like, komment yozishni esingizdan chiqmasin. Mashinka.uz kanalimizda 8 yil, 10 yildan beri shuning ichidamiz. Bizdan olgan mijozlar video qilib tashlab berishadi. O'tib bemalol Mashinka.uz Telegram kanalimizda ko'rishlaringiz mumkin. Ishonchlik mashinkalar Ustoybekda do'stlar. Hozircha xarid demayman, albatta bizni Instagram kanalimizdan kuzatib boringlar. Instagram kanalimizga ham obzorlarni qo'yib boryapmiz.